Nestbromga Alyorbek aka xonadonlariga kelganmiz. Bu ishimiz общий razmerlari uzunligi 5 metr bo'lgan, yerdan balandligi 245 bo'lgan. Bu ishimizda mana eng qizig'i kir mashinasini zo'r qilib joylab berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik kir mashinalarida yuza qismi ochiq bo'ladi. Biz yopib beryapmiz. Mana past tarafiga diodlargacha qo'yib berganmiz. Ishimizni qisqacha obzorni qilaman. Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Videoni ko'rgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Xo'p, bu chegarada bo'lsa penal qilib berganmiz. Bu yerda o'sha buraydigan mana shlankalar ham bor edigan. Bu yerda ham chiroyli qilib kesib berganmiz. Bu yerga ham chuqurroq narsalar qo'ysa bo'laveradi. Dasturxon, sochiq, hattoki sevatgacha kirib ketyapti. Endi mana tepalariga ikkitadan polka qo'yib berganmiz. Mo'ykalari ham mana chiroyli holatda ishlayapti. Tayyor ulangan, lekin buni biz ulamaganmiz. Santexniklar o'zi ulab beradi. Bu joyimizda suv shurkasi, musor paqir, mo'yka simsitlar har doimgidek shu narsalar bor. Qo'shib soladigani ham bor. Past tarafidan ham olib foydalansa bo'laveradi. Buni ham mexanizmlarini ham yaxshisidan qo'yib berganmiz. Bu yerda mana gazimiz, vitishkamiz, vitishkalarning tepalarini ham zo'r qilib o'rab berganmiz. Razvedkalari ham hammasi zo'r joylashyapti. Duxovkani past tarafida bo'lyapti bu ishimiz. Bu joyimizda mikrovalnovkamiz bor. Mikrovalnovkaga ham joy qilib ketganmiz. Past tarafida razvedkasi joylashgan, mana shunday tortib suqib qo'ysa bo'laveradi. Bu joyimizga o'zimiz o'lchab kelib razvedkalarni chizib berganmiz. Xolodilnikni ham ko'rishingiz mumkin. Bu ro'para tomondan olaverasiz. Ikki yonlarini ham o'rab berganmiz. Chunki eshik ochilganda xalaqit bermaslik uchun to'liqroq ochiladi. Buni ham tepa tarafiga bitta polka qo'yib berganmiz. Bunga ham kattaroq, chuqurroq narsa qo'yib foydalansa bo'laveradi mana. Polkalari ham bor. Bu ishimiz eng qizig'ini narxiga kelsak, bu ishimiz narxini pastda opisaniyamiz bor. Shu yerda to'liq ma'lumoti bilan, telefon nomerimiz bilan qo'yib qo'yaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.